O'qituvchi savol. Hurmatli o'quvchilar, qaranglar. Avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat beradi deyapti. Mana. Bu yerda yo'naltirgichlar bo'yicha ko'rsatib qo'yibdi. A, B, C deb. Lekin mana bu yerda uzoq-uzoq chizig'imiz bizani nima qiladi? Chalg'itadi. Chorrahaga qayerga olish ruxsat beradi, uzoq-uzoq bor ekan-ki deb ko'p o'quvchilarimiz C ga ham ruxsat beraveryapti. Lekin biz nima qilamiz? Faqat V ga ruxsat beramiz. Nega deganda, mana bu haydovchidan so'ralyapti. Shu haydovchiga nisbatan gapiradigan bo'lsak, o'zingizni mana shu haydovchini mashinada his qiling, qayrilib ola olmaysiz. Nimaga deganda, mana bu yerda belgimiz turibdi, beruvchi belgimiz. Beruvchi belgi turibdi, turobro 4 turibdi. Mana shu turobro 4 harakatlanish to'g'riga bu o'ngga deyapti. Mana bu oq avtomobilda haydovchimiz agar o'ng tomonda, mana bu chiziqdan keyin o'ng tomonda turganda edi, ham to'g'riga va o'ngga keta olardi. Lekin bu qatnov qismini chap tomonda turibdi. Mana bu chiziqni bosib o'ta olmaydi. Bu yerdan sirazi o'ngga burilish mumkin emas. Mana shuning uchun faqat V ga ruxsat beradi. Qayrilib olishi mumkin emas. Turobro 4 ta o'zi kuchini hali yo'qotgani yo'q. Ana shuning uchun bu yerda kesishma yo'q. Shuning uchun C ga yura olmay, faqat V ga ruxsat beramiz. Chalg'imasdan faqat V.